Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, opalar, singillar, gruppadagilar. Bugun mana Muzaffar akamizni ko'liga tashrif buyurdik. Bu yerda baliqlarni bugun sizlar bilan birgalikda shart-sharoitni o'rganib, maslahatlar berib, qo'ldan kelgancha cho'l tavsiyalar berib ketamiz. Xo'sh, hovuzni uzunligiga deyapti bir 20 metrga, ha? 40 uzun? 40 metrga enaga qanaqa? 10 metr atrofida. 40 metrga 10 metr joyga hovuz qilib bu yerda sharoitlarni qilishib chorva joy qilishgan ekan. Baliqni sazan, amur, ilonbosh tashlashgan ekan. 80% ilonbosh, 10%, 5% amur, 5% sazan tashlangan ekan. Endi sazanlarimizga kislorod kerak, o'shaning uchun mana bunaqa qilib fontanchalar qo'yishgan ekan. Ilonboshga shart emas. Xo'sh, bu yerda endi biz tavsiya bergani kelganmiz, biror to'la sizlarga ham o'rgatib ketaman degan maqsadda. Xo'sh, joy yaxshi, yomon emas. Suv yaxshi, oqar suv ekan, oqar suvni kanaldan olib tashlab qo'yishgan ekan. Ko'payish uchun illa qilingan ekan ilonboshlarga. Qo'ldan kelsa sizlar ham shunaqa qilib sharoit qilib boqsalang bo'laveradi. Daromad yaxshi xudo xolasa.